romantika, chiroyli restoran tomondiga, kerak emas olib boraman degan. Men o'zim bekar. Yilim ilon emas lekin tilim zaharli bo'lsa ham qo'lim shirin. Qilmayman har xil savatli murskoy kapriz, yoqmaydi g'alati. O'zim uchun men chiroyli, o'zim uchun men qirolicha, o'zim kuchim bilan o'zim uchun. Oshxona emas joyim yuragingda, ah kattami yarim bo'lagingdan. Yuradigan emasman yo'lagingdan, qizlar uchadigan baland. Oshxona emas joyim yuragingda, ah kattami yarim bo'lagingdan. Yuradigan emasman yo'lagingdan, qizlar uchadigan baland. Rahmat Asali. Erkaklar o'ylaydi, hayot faqatgina ular uchun qiyin. Men sizga salonda eshitgan ayollarning muammolarini aytsam bormi? Serial emas. Yangi Santa Barbara qilsangiz bo'ladi. Kofe chas? Nigora, kofe qoldimi? Yo'q ekan, yozing unda. Xullas, bitta klientim bor-da, ismi Nigora. Eri bilan urushgan. Xullas, bir kuni Elnura, mana soatimi ko'rmadingmi? Yo'q, qo'yjon, ko'rmadim. Kamron, qarab, sankisan. Keling. Oh, ana, topdim. Yana kech qolibdilar. Har doim tug'ilgan kunlarga, to'ylarga kechikib boramiz. Despacito. Nima kiyallar? Manchester United. Xo'p. Shuni kiysalar ham bo'ladi. $50 yo'qotib qo'ysalar hech narsa qilmaydi. Bolalar. Jonim, keldingizmi? Qallaysizlar, kabon. Senga qara nima olib keldim. Shunaqamidi? Молодец, men o'sha. Wow! Mana bundan. Yana nima olib keldingiz? Bugun nima, to'y bormidi? Hazillashyapsizmi? Bugun pochchami tug'ilgan kunlari. Ha. Kechadan beri sizga sovg'a oling deb tayyorlayman-ku. Ishlarim ko'payib ketdi. O'zi har doim meni qarindoshlarimga kelganda ishlaringiz ko'payib ketadi. Agar oyizlarning tug'ilgan kunlari bo'lsa, ertalabdan sovg'a olishga tayyorlanamiz. Nigor, kim? Shu sovg'a mavzusida janjal qilmaylik. Hozir chiqamiz, sovg'a olamiz, bo'ldi. Ulgurmaymiz. O'zi 1 soatga kechga qolyapmiz. Unda pulni berib qo'ya qolamiz. Har yili pul beramiz, har yili konvertda pul beramiz. Iltimos, bir marta bo'lsa ham sovg'a beraylik e'tibor bilan. Nimaga olib kelmadingiz sovg'a? Nigora, bunda nima qilay? Ha? O'zimni sovg'a qilmayman-ku. Ana, shkaf to'la sizga berilgan sovg'alar. O'shalardan bittasini tanlaymiz. Xo'p. Nima sovg'a qilamiz? Yo, bu juda ham qimmat, bu bo'lmaydi. Mana, shuni beramiz. Voy, yo'q, bu menga sovg'a bo'lgan. Hech qisi yo'q, endi bojangizga sovg'a bo'ladi. Bu Tom Ford. $500 turadi, o'zim kiyaman. O'zingiz aybingiz, endi buni bojangiz kiyadi $500 ga. Bo'ldi, tayyorlaning.
tur agentligida ishlagan. Juda ham yaxshi. Hozir Islandiyaga 7 kunlik sayohatni boshlab qo'yamiz. 7 kunlik. Вообще zo'r-ku, maza bo'lsa kerak. Zo'r. Mani o'g'lim ham Londondan dam olish uchun o'sha yoqqa borgandi yaqinda. Ta'tilmi? Ta'til. Zo'r-ku. Ha, o'tgancha u yoqda quyosh chiqmasligini ham videoda ko'rsatgandi. O'g'rilarni ishlari, o'qishlari yaxshimi o'zi? Ha, yaxshi. Jonim, yaxshi. Zo'r. Uni professor domlalari rosa ko'p maqtashadi. Bu Steve Jobs deb. Opa, stolga gullarni ham o'zingiz tanlabsiz. Bilasan, pushti ranglarni yaxshi ko'raman. Ha, shunaqa. Lekin tug'ilgan kun qachonmiki? Ko'riladi. Yaxshi. Biz ham qizimizni Kembridjga o'qishga jo'natmoqchimiz. Zo'r o'ylabsiz. Zo'r. Nima, Olmazordan gap? Adasi, Nima? Angliyada. Ha, yo, zo'r. Gap bo'lishmaymiz. Oy, Xo'ja? qo'l bo'lib ketdimi? Qo'l bo'ldi. Ey, bo'pti. Hech qisi yo'q. Hech qisi yo'q. Biz sizga sovg'a olib kelganmiz, ko'ylak. Yoqadi degan umiddamiz, Tom Ford. Menimcha yoqsa kerak. Almashtirib olasizmi? Ha, bu xonada kiyib olasiz. Hozir olib beraman. Bojangiz Mana o'zlari shunaqa? tanlaganlar. Sizga maxsus, ha, shu. Zo'r. Qani o'chinchi? Tom Ford. Ha? Bu nima u? Bu tug'ilgan kun pranki. Sovg'a. Haqqoniy sovg'a. Bu Islandiyaga sayohat. Prosta. Ha. Ancha yaxshi. Bojangiz tur agentliklardan maxsus Islandiyaga sayohat tayyorladik. Zo'r qizlar. Men katta sovg'a bo'ldi. Mazaq baylab kelamiz. Bu shunchaki prank. Zo'r prank ekan. Hazil. Qani? Olinglar. Olinglar. Nimaga o'zingdan o'zing Islandiyaga sayohat deysan? Men 7000 ga tushdim. Nima deyishim kerak edi? Sharmanda bo'lishimiz kerakmidi? Men vaziyatdan chiqdim. Bu vaziyatga kirmagan ham bo'lardi. Meni aytganim bo'yicha ketayotganimizda. Pul berardik bo'ldi. Ey, o'zi unaqa bema'ni sovg'ani qayerdan oldingiz-a? Qaysi o'ynashingiz berdi? Qanaqa o'ynash? Bu Sardor hazillashgan bo'lsa kerak. Men ishxonaga boraman isbotlayman senga. Ha? Yana o'sha og'ayningiz bilan qanaqadir yolg'onni topasizlar-da. Sardor aralashtirma. O'zi hammasiga o'sha og'ayningiz aybdor. Futbol ko'rib borib ichib olasizlarmi? Manchester desa o'zinglarni tomdan tashlaysizlarmi? Bo'ldi qil. Meni yonimda jo'ramni gapirma. Kimmi yonida jo'rangizni gapiring unda. Onangni yonida. O'zim uyga yetib olaman. Jahlni mendan ol, mashinadan emas. Qanaqa yersiz o'zi? Ha? Qanaqa yersiz? Har doim menga shunaqa munosabatda bo'lgansiz. Unda nimaga men bilan 13 yildan beri yashab kelyapsan? Chunki sizni bema'ni qilg'inlaringizga chidayotganimning yagona sababi bu farzandlarim. Aslida men sen bilan yashab kelyapman shu bolalar uchun. Nima? Ha? Har kuni qanaqadir bahona o'ylab topasan men bilan janjallash. Bo'lmasa ajrashing. Ajrashing. Ajrashaman ha. Ajrashing. Ajrashaman, janjal qilgan xotinni topaman. Balki top bo'lgandir siz-a? Anu uyatsiz ko'ngli sovg'a qilgan qiz bilan yurgandir siz-a? Uyatsiz. Balkim. Tamam bo'pti-yu. Amneziya bu. Nigora, Oyijon, assalomu alaykum. o'g'lim qani? Qayerda? O'g'lingiz hozir palatadalar. Hali uyg'onganlari yo'q.
Nima qildi unga? Podyezdda zinadan yiqilib tushdilar. Yiqilib tushdi? Voy. Mastmidi? Ozgina ichuvdilar. Adam umuman ichmaydi. Ey, kuttali gapirganda umorlashma. Bilasiz-ku, bolalarga sok ichyaptilar deymiz har doim. Dadam aziq ichayotganlarda oyim urib berardi. Nimaga urishdinglarmi? Oyijon, bilasiz-ku o'g'lingizni, ozgina. Bemor o'ziga keldi, kirib ko'rishingiz mumkin. Bo'ldi, yuring. Voy, adasi, o'g'lim, adasi, O'g'lim, tuz. yaxshimisiz? Yomon Meni kechiring, hammasiga men aybdorman. Voy, bolam yomon og'riyaptimi? Sizlar o'zi kimsizlar? Bemor vaqtinchalik xotirasini yo'qotgan. Nimaga yo'qotadi? Retrograd amneziya. Bosh miya jarohati xotirani saqlash to'qimalariga ta'sir qilgan. Shuni natijasida bemorda 10-15 yillik o'tmishni unutishga olib kelgan bo'lishi mumkin. Siz xavotir olmang. Bu xavfli emas. O'zini ismini ham eslay olmayapti. O'qish, yozish, mashina haydash kabi ko'nikmalari saqlanib qoladi. Bola, men onangmi? Tadiyapsanmi? Men xotiningizman, bu bolalaringiz. Oyijon, endi nima qilaman? Xotirasi qaytmasa-chi? Yasha, bo'ldi qiling. Tur o'rningizdan. Bu yoqqa chiqing. Ha, aytgancha, bemorning xotirasi tanish joylar ta'sirida sekin-asta qaytishi mumkin. Yo'q-ey. Sog'ayib ketinglar. Oyijon, meni kechiring. Meni aybim yo'q. Bilasiz-ku. Bo'ldi, xudo. Nima bo'lsa bo'ldi. O'zi har doim shuni nima desangiz, shu gapingizga hop deb yuradiganda er kerak edi sizga. Ana o'sha er. Imkoniyatdan foydalaning endi. Yo'q-ey. O'g'limni boshqatdan tarbiyalang. Mehribon er, mehribon ota qiling. O'zingiz qanaqa er qolasangiz, shunaqa qiling. Zora shundayki, turmushingizda janjal bo'lmasa. Dada, iPad beranda vada beruvdik. iPading bor-ku. Bu 5 de. Ada, menga iPhone 7 bermoqchi edingiz. Dada, buni ismang. Bo'ynlilar tashlab ketgan. Bolam. Mani ismim nima o'zi? Batman. Ada, sizni ismingiz Davron. Sani isming-chi? Joker. Ada, buniki Kamron, meniki Elnura. Voy, shunaqa. Три в одном кофе чурасmi? Nozi, yana bitta damla barasalim. Shunaqa. Nigora qaynonasiga ishonmasdi-da. Nima bo'ldi oxiri? Mana nima bo'ldi? Qaynonasi uni qutqardi. Keyingisi Guli. Voy tipajlarni, tipaji. Biliyor musun ben Taşkentliyim. Sokakta bugün ben şaşlık yiyem. Arabada kız çok gerçek diyem. Bana bakma just write to my DM. O'ziga ishonchi shunchalik ham balandki, bu bolalikda odam yiqilsa, bir haftada yerga tushadi. Lekin mana qarab, yuziga stikerlar qo'yib tashigan. Gabarjova. Bu gruzinchada assalomu alaykum degan. Salom qizlar. Salom. Qalaysan? Salom. Yaxshimisizlar? Gruziya qanaqa bo'ldi endi? Voy, Gruziya. U yerda tong umuman boshqacha o'tar ekan. Lekin juda ham qimmat shahar. Bir haftaga $3000 ketdi. Ovqatlari umuman bo'lmabdi. Chachapuri degan ovqatidan o'zimizni somsamiz 1000 marta yaxshi ekan.
Chachapurimi yoki xachapurimi? Ey, charos, chachapuri degan ovqati bor. Ha. Bilmagan narsangga gap qo'shmagin. Like bosibsizlarmi? Ja, stikerlar qo'yib tashlabsanmi yuzingga? Endi ko'z tegmasin deyman-da. Kimni ham ko'zi tegardi senga? Ha, qaysi otelda qolding shunaqa qilib? Nimalarni deymisan? Uyda men kimman? Hamma ishni men qilaman. Bu kishi o'tirarmish biznes qilib. Tavchikaga pul yo'q, hayronman qanday biznes qiladi. Men bo'lmasam, bilmayman nima bo'ladi. Bu yerda men kim? Oddiy bir qulvachchaman. Chimay. Ha? Zarachkim ber. Telefonim zaryadga olsin. Qachon ketasan o'zi? Bir haftaga deb turib, 1 oylik produktamiz yeb qo'yding, noinsof. Yeganimni gapiravermagin, ertaga ketaman. Zarachkim tashlab ket, xo'p? Uyda bu uyda dema. Yana bitta qaytarib, biram xuniksan. Uyingda tashlab ketaman, tushundingmi? Borimdan ko'ra qo'ylarga qaragin. Juda havasim keldi. Rahmat. Gapirib ber endi. Nimalar bo'ldi Gruziyada? Ay, uzr. Hozir ish bo'yicha yozib qolishdi-da. Ish bo'yicha. Qanaqa ish ekan? Bitta katta do'g'or qotdim-da. Oho, qanaqa? Shu ish, biznes. Boshlaymizmi? Ketdi. Hoy, biz ham rasmga tushsak, ozib qolarmiz. Qara, charos. Zo'r вечеринка bo'lar ekan. Alisher Uyg'unov ham kelar ekan. Voy, asaligini. Shunga yerga tegib olsam. Qachon biz ham shunaqa joylarga borar ekanmiz, a? Bizmas qizlar u yerga meni shaxsan speciality taklif qilishgan. Balkim o'zi Alisher taklif qilgandir. Ishonmasanglar borgandan keyin rasm tashiyman. Voy-o. Ko'ramiz. Qancha bo'ldi? 150 ming so'm. Sifatiga 100% javob beraman. Hali yana so'rab yozasiz. Karta aytasizmi? Karta emas, naqd pul bera qoling. Kreditga, ayyo. Bloklanib qolishi mumkin-da, naqd pul yaxshiroq. Xo'p. Mana. Rahmat. Keyingi safar fitness vaqtida ish rejalashtirma iltimos. Bilasan-ku, men ish emas, ish meni qidirib yuradi. Mayli, Guli, esingdan chiqmasin aytgancha. Ha, banketdan video tashlash. Xo'p, kelishdik. Xayr. Biznes 65 ming so'm. Yaxshimisan? Rahmat. Bugun o'qishing yo'qmidi? Bugun dam olish kuni. Hay. Ha, aytgancha. Bilmasdan adashib shoshilganimda sumkani taqib ketib qoldim. Shoshilganingdan shkafda korobkada bekitib qo'ygan sumkamni olib ketib qolibsan-da. Voy. Hali ishlarim yurishib ketsa, men o'zim senga ikkita brendli sumkani sovg'a qilaman. Bo'ladimi? Olib berasan. Undan ko'ra menga seyf olib ber. O'sha yerga narsalarni bekitib qo'ygan osonroqmi deyman-da. To'g'ri aytasan lekin. Hisob kitob qilib ko'ring. Hey. Tinchlik? Qachon bunaqa odamlarni aldashga yig'ishtirasan, ha? Men odamlarni aldaganim yo'q. Bu biznes. Bu hech qanaqa biznes emas. O'zingni ham, odamlarni ham aldash u. Sodda bo'lmagan, Mahliyo. Hozir odamlarga o'zingni qanaqa qilib ko'rsatadigan bo'lsang, ular ham senga shunga qarab turib muomala qilishadi. Tushundingmi? 4 yildan beri bitta kvartirada turamiz. Men o'qishni tugatyapman. Sen hali ham bitta ham imtihon topshirganing yo'q. Menga o'qish umuman kerak emas. Chunki hozirgi ishlar o'zimga juda ham yoqadi. O'tgan oy kvartiram pulini men to'lagandim. Bu safar o'zing hal qil. Menda hozir krizis. Bu ham o'zing to'lab tur. Kim senga kreditga MacBook bilan iPhone olgin dedi? Men ishim yo'q. Men bilmayman. Unaqa yomon odam bo'lmagan, Mahliyo. Menga farqi yo'q. Menga farqi yo'q.
Assalomu alaykum. Marhamat. Assalomu alaykum. Xayrga ekan. Alo. Sizni muddati o'tgan qarzdorligingiz borligi Adashib haqida tushdingiz. ogohlantirish uchun qo'ng'iroq qilyapman. Senlarga videomi? Zafar Diyorov, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, Men sizni yaxshim. kutayotgandim. Tadbirgami? Tadbirga. Yuring. Tadbirga. Assalomu alaykum. Xushsizlar. Marhamat. Yuring. Ha, siz marketologlardan biri bo'lsangiz kerak-a? Marketolog bo'lganida ham eng yaxshisi. Brendlar haqida bilmagan ma'lumotlarimni o'z yo'q. Brendlarni rivojlantirish, yanada yaxshilash, sotuvni oshirish bo'yicha bemalol siz bilan hamkorlik qilishimiz ham mumkin. Yaxshi. Alisher, Извините, minutочку. Assalomu alaykum. Zafar aka, yaxshimisiz? qo'rqganim yaxshi bo'ldi. Senga yaxshi marketolog kerak, to'g'rimi? Tanish, ismlari Guli. Guli. Alisher. Abba marketing reklama agentligining direktori. Yosh bo'lishiga qaramay, juda ham tayyor. Rahmat. Assalomu alaykum. Qachon keldingiz? Hozir Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rostga? Guli marketolog. Men sizni muxlisingizman. Rostdan, mani muxlisimisiz? Rahmat. Alisher, gaplashamiz. Guli tanishganimdan xursandman. Juda ham xursandman. Jurnal tayyorlab qo'ydim. Siz nima deb o'ylagansiz? Telefon kelyapti mani. Uzr. Allo, bitliqi nima? Sari ichmoq ketib qolding yana. Zaryadga? Buvay deyim, zaryadga qo'yib qo'y. Men qanday hali nima qilyapsiz? Trend o'tdim. Qanaqa trend? Window trendini. Eshitmagan ekanman. Bu Londonda juda ham mashhur. Vau, Londonda bo'lgansiz. 4 yil o'qiganman. Qarayman, sizga nima ipmi nimadir yopishib qolibdi. Ha, o'ziniki ekan. Ismingiz nima edi? Guli. Guli, bilasizmi, mani yaqin o'rtog'im bor. O'shanga как раз marketolog kerak edi. Yo'q. Kech qoldingiz. Nimaga? Men bular bilan hozir shu mavzuda gaplashyapman. Ishga olmoqchiman. Gulini ishga olmoqchimisiz? Marketolog kerak. Uzr. Xalaqit berib qo'yman sizlarga. Qarang, u portfoliyos haqida bilmoqchi edim. Ertaga ofisga o'ta olasizmi, vaqtingiz bo'lsa? Nomeringizni yozib bersangiz, telefon qilardim. Как раз bizda PR menejer o'rni bo'sh edi. Kelisha olsak, birga ishlaymiz. O'ylab ko'raman. Nimasini o'ylab ko'rasiz? Sizdek havaskor kompaniya bilan ishlash menga to'g'ri keladimi, yo'qmi shu haqida? Havaskor deng. Ishchi. Bermang. Kamil, Charos, mana va'da qilgan rasmlarim banketdan. Qali, zo'rmi? Kiyimim yarashibdimi? Kim qo'ydi narsalarim bu yerga? Xaziyaka kelib yig'ishtirib ketdi. Ijara pulni bermasang chiqib ketar ekansan. Necha marta telefon qildim senga. Men biznes uchrashuv dedim. Qanaqa uchrashuv? Qo'lingda tayinli ishing ham yo'q-ku. Nima qilasan, puling bo'lmasa Toshkentda ijarada yasha. Beraman shu pulini. Ertaga bermasang chiqib ketar ekansan. ChatGPT qara, menga PR menejer haqidagi ma'lumotlarni tashlab ber. Yaxshi. Assalomu alaykum. Alisher Uyg'unovni oldiga keldi. Yuring, olib kiraman.
Mumkinmi? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Keling. Rahmat, meni bor. Bu safar ham oynadan kelasizmi deb hayron bo'lib turdim. Eshidan keldingiz. Rahmat. Menimcha kelganingizdan tushunishim bo'yicha kechagi taklifimga rozi. Men insonlar iltimoslarini rad eta olmayman va rostini aytsam, kelib afsuslanmadim. Men ham juda ham xursandman kelganingizdan. Maqsadga o'taman gap cho'zmasdan. Xo'p, shu bizga PR menejer kerak. O'zingiz ish faoliyatingiz haqida ozgina gapirib bera olasizmi? Qanaqa ishlaysiz? Bilasizmi? PR bu marketing emas. PR bu alohida san'at. Va men menejer sifatida brendlarni obro'sini hatto siz yuksaltirishga javob beraman. Va ishonchim Qarang, ana sentiment analiz haqida-chi, nimadir bilasizmi? Uzun. Labim, Munira, keling. Biror narsa ichasizlarmi? Ha, menga bitta kofe har doimgidek. Siz ham nimadir ichasizmi? Choy, kofe? Kofe. Kofe qanaqa? Qora kofe shakarli bo'lsin. Ha, sentimentik analiz deyotgandim. Sentiment analizi men juda ham ko'p foydalanib ko'rganman 1000 marta va bu juda ham oson. Bilasizmi? Sentiment analiz bu mijoz fikrlarini izohlarda neytral, ijobiy, salbiyga ajratib chiqib, analiz qilish va bu narsani men sizga amalga oshirib bera olaman. Yaxshi, unda biz bilan ishlashga rozi bo'lsangiz, biz rozimiz. Ha, oyligi 10 milliondan 15 milliongacha qo'shimcha bonuslari ham bo'ladi ishga qarab. Boshlanishiga bo'lsa roziman. Boshlanishiga. Xullas, mana u aslida qanaqa ayol? Mana shu Dilrabobade. Miyasida ssenariy yaratish bo'yicha Rasul 24 dan o'tib ketadi. Rahmomaga ayol. Oyi, men ketdim. Qizim, shu Samarqandga borishing hech yoqmayapti-da. Oyi, Samarqandga borishga yarim yildan plan qilsam, o'zim kursdoshlarim ko'ndirgan bo'lsam, endi o'zim bormasam g'alati emasmi? Shu yuragim yomon narsani sezyapti. Yo ko'chki bo'lib avtobusni tosh bosib qolsachi, ha? Shofyor uxlab qolsachi? Kimdir kelib avtobusingga qo'shib hammani o'g'irlab ketsachi? Voy, oshirib yubordimmi? Oshirib yubordingiz. O'zi siz faqat yomon narsalar haqida o'ylaysiz. Xavotir olaman. Bu GPS tracker sumkamda bo'ladi. Telefoningizga ilovani yuklab olsangiz, qayerda ekanligimni ko'rib turasiz. Bo'pti. Sizni yaxshi ko'raman. Dugonalaringdan ajramay yurgin. Shofyordan ko'zingni uzmay uxlab qolmasin. Ha. Anu trekkering har doim yonib tursin. Tushundingmi? Har doim telefon qilganimda ko'targin. Xo'p, oyijon, ha. Ilohim o'zing asra. Agar eringiz kosmetika nomlarini adashmasdan aytib berayotgan bo'lsa, eringiz sizga 100% xiyonat qilyapti. Chunki u sizdan yoshroq sevgan qiziga bu narsalarni sotib olib beryapti. Xo'sh, yuz bo'yog'i. Pudra. Mana 200 ta. 200 ta. Hammasimi? Ha, hammasi. Pudra 200 ta yoz, Zokir. Yuzga suriladigan toner. Toner, mana. Toner, ha. 50 13 ta. 50 ta. 50 ta. Bu ham bor, hammasi shu, ha? Hammasi shu. Xo'p. Highlighter mana 30 ta. Highlighter. Aka, ozgina vaqt bering. To'layman. Qanaqa vaqt, aka? Qanaqa vaqt? Mana yoningizdagi go'zallik saloniga necha marta vaqt berdim. Yopolmadi o'sha qarzini. Hozir yopib ketaman endi salonni, bo'ldi. Sizlarga vaqt bersa erkalanib ketyapsizlar.
O'z vaqtida to'lamaysan solig'ini. Sizlarning kasringga boshqalar qolib ketadi. Gaplashib olganing bilan. Kenayim. Xizmatchi bilasan. Alo. Ha, yo'q, senga emas. Shuni yozib tur. Sen necha marta aytganman. Ishtaligimda meni bezovta qilverman. O'zingiz ham telefon qilganda bittada ko'taring-da. Xayolga har xil narsalar keladi. O'sha xayolingni soat 8 gacha ushlab tur. Mabodo qaytmasam, qo'yvar onasini emsin. Oyog'ingiz tegadigan narsamni olib berib yuboring. Highlightermi? Highlighter. Yo'q, bo'lmaydi. Voykaga borsam tushib qoladi. Baytam bo'lmaydi. Ha, kech bo'lganda. Nima qilyapsan? Sizni ham antifrizsiz tez tugab qoladimi? Ha? Hay, Rabo. Qara, ertaga senga bitta doktor mashinaga to'sta gaplashib beraman. Maylimi? Mayli. Mashinani ham olib borasan, o'zingni ham olib borib ko'rsatasan. Kelishdikmi? Bo'ladi. Kapotni yop. Kapotni yop. Ha, xo'p. O'zingiz yopib bermaysiz. Yop olar ekansan ukani. Boring. Mayli. Yaxshi aytib oling. Bo'pti, yaxshi o'tir. Allo, qattasiz, nima qilyapsiz? Nima? Antifriz. Antifriz nimaga kerak? Xormay, yaxshimisiz? Keling opa. Marhamat. Bering sumkangiz. O'tiring. Sochimni nimadir qilib qo'ying. Xo'p, nima qildirishni xohlaysiz? Bilmayman. Tekslab qo'yavering. Yaxshi. Yo'lgan sochingiz? Yo'lgan. Erim salonga yuborgandilar. Voy, eringiz muncha yaxshi. Hozirgi ayollarning erichi xotini salonga borsa, asabiylashib jahli chiqadi. Siz eringiz yaxshi ekan. Erga tegganmisiz? Yo'q,
Sizdek chiroyli qizi? Ochig'ini aytsam, bittasi bor. Yaqinda to'y ekan-da. Yo'q. Ba'zi minuslari bor. Yosh katta. Necha yosh? 40 dan oshgan. Xotini bor, uylangan. Sizga yosh kattalar yoqarkan-da. Biz bir-birimizni juda ham qattiq sevamiz. Bilasizmi, yaqinda menga xotinimdan ajrashib, senga uylanaman deb va'da berdilar. Qanaqa odam o'zi? Juda ham boy, badavlat, mashinasi bor, Kia. O'zlari kam gapiradi. Davlat ishida ishlaydilar. Soliqchimi? Anig'ini bilmayman, u tekshiruvchi. Unaqalar band bo'ladi. Voy, qarang, siz tushunyapsiz. Shuni xotini umuman tushunmaydi. Har kuni eriga bitta bahona topib, telefon qilgan. Yo'q-e. Endi to'g'ri. Uni ham to'g'ri tushunish kerak. Uyda o'tiradi. Bekorchi. Qiladigan ishi bo'lmagandan keyin erini asabiga tegadi. Qanaqadir panikachi. Panikachi? Hozir men sengacha ko'rsatib qo'yaman. Panikachi. Yordam beringlar! Yordam beringlar! Battar bo'l. O'zing eringni ikki qo'llab topshirib o'tiribsan. Shunaqami? Shunaqa. Senga berib qo'yadigan yerim yo'q. Voy, yordam beringlar! Hozir men sengacha ko'rsatib qo'yaman. Panikachi. Yordam beringlar! Yordam beringlar! Londonda o'qib kelgan Guli Aba marketingda ishla oladimi yoki yo'qmi? Agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, hoziroq ikkinchi qismni Salom TVda tomosha qiling.